Dasturimiz davom etadi. Prezidentimizning tadbirkorlar bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan 6-chi ochiq muloqotiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida mamlakatimiz bo'ylab biznes vakillari bilan faol uchrashuvlar va sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Biznes ombudsman va Savdo-sanoat palatasi hamkorligida maxsus shtab ham tashkil qilindi. Shtabning asosiy vazifalari tadbirkorlarning individual xususiyatga ega bo'lgan muammolariga tezkorlik bilan yechim topish, biznes muhitidagi tizimli masalalarni chuqur tahlil qilib, ular bo'yicha asosli qonunchilik takliflarini ishlab chiqishdan iborat. Hozir shu haqda. Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti oldidan shtab ish boshlagani bu shunchaki tashkiliy jarayon emas. Bu tadbirkorlar muammosini eshitishga ochilgan eshikdir, deydi bizga intervyu bergan tadbirkor Bekzod Omonov. Men respublika shtabiga, ya'ni kompaniyamni rivojlantirish maqsadida bir nechta kompyuter va maxsus texnikalar olmoqchi edim, ya'ni serverlar. Bunga kredit olish masalasi bo'yicha murojaat qilgandim. Biznes ombudsman tomonidan nazoratga olinib, ishlarimiz hal qilindi. Bank tomonidan kreditimiz tur ish kunida to'liq ajratilib, kompyuterlari va serverlari bilan ta'minlab berishdi. Shu kunlarda respublika shtabida ish qizg'in. 54 ta vazirlik va idoralardan jalb qilingan mutaxassislardan iborat ekspert guruhlari tomonidan tadbirkorlardan kelib tushgan tizimli muammolar ko'rib chiqilmoqda. Murojaatlar ishonch telefonlari va rasmiy bot hamda Telegram kanali orqali qabul qilinyapti. Ekspert guruhlari tomonidan 150 ga yaqin takliflar ko'rib chiqilib, normativ hujjatlarga ishlov berish bo'yicha tadbirkorlarga erkinlik, qulay sharoit yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. 15-maydan tashkil etildi. Hozirgi kunda 3000 ga yaqin murojaatlar kelib tushgan. Asosiy murojaatlarning yo'nalishi soliq tizimini soddalashtirish, tadbirkorlarning huquqlarini tiklash, moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha murojaatlar kelib tushyapti. Bu biznes ombudsman tomonidan murojaatlar o'rganib, ijobiy hal qilish qonun doirasida ishlarini olib boryapmiz. Bizda yillar davomida chorva uchun unumdor yer ajratilmasdan sohani rivojlantirish talab qilib kelindi. Prezidentning bu boradagi qarori aynan shu tizimli muammolarni hal qilish uchun qabul qilingan. Endilikda paxta va g'alla maydonlarining naqd 50% ga chorva uchun ozuqa ekinlari ekilishiga ruxsat berilmoqda. Bundan tashqari chetdan nasldor mol olib kirish qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilinadi. Bu imtiyozlar qanday ishlayapti? Chorvachilik bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar byurokratiyani qanday yengishi mumkin? Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotidan oldin Savdo-sanoat palatasida o'tkazilgan uchrashuvda tadbirkorlar va rahbarlar yuzma-yuz gaplashdi. Bizlar mana chet mamlakatlarga tranzit olish uchun ruxsatnoma so'raganmiz. Vazirligimiz orqali bizlarga chet mamlakatdan ruxsatnoma olib berish kerak. Ushbu ruxsatnoma olib berishda qabul qilmaydi. Ertaga kelasan deydi, ichki raqamga terasan deydi. Savdo-sanoat palatasining rahbari tomonidan o'rganib chiqishlarini bizlarga aytishdi. Endi biz mana kutib turibmiz. Men ularga aytdimki, mana shu respublikadagi eng yirik chorvadarlarning bittasi sifatida o'tgan yil 2025-yil hisobidan 2000 dan oshiq qoramol olib kelganman O'zbekistonga. Bu yil ham ushbu natijalarni ko'rsatish masalasida harakat qilyapmiz. Oldinlari bunday ochiq muloqot bo'lmagan, aytolmaganmiz. Biz aytganimizni birov bizlarni eshitmagan. Biz endi hozir natija kutib turibman. Bugun bo'ladi deb aytishgan, o'sha natijasi bo'yicha hozir biz mana Savdo-sanoat palatasida bunlarni kutib turamiz. Dilfuza Esan va Bobur Yo'ldoshev, Aziz Yangizakov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.